Instagramda chet ellik bloger shunaqangi zo'r ko'rindiq tayyorladi. Mana o'xshata olermikinman deb tayyorlab ko'rdim. Idishga ikkita tuxum, sut, tuz solib aralashtirib, elangan un solib, shunaqa quyuq massaga keltirib oldim. Jo'xorili xrustikni choperda maydaladim. Sosiskalarni shpashkalarga joyladim. Chetiga esa yupqa pishloqdan shu ko'rinishda o'radim. Yaxshilab yopishtirib, hammasini tayyorlab bo'lgach, so'ngra tayyorlab olingan klyarga va maydalangan xrustikka botirdim. O'rta olovda qizib turgan yog'da hammasini qizartirib qovurib oldim. Ko'rindiqlarimiz masilkaning mazali souslari bilan yanada zo'r bo'ladi. Agar o'xshagan bo'lsa, bir dona like. Instagramda chet ellik bloger shunaqangi zo'r ko'rindiq tayyorladi. Mana o'xshata olermikinman deb tayyorlab ko'rdim. Idishga ikkita tuxum, sut, tuz solib aralashtirib, elangan un solib, shunaqa quyuq massaga keltirib oldim. Jo'xorili xrustikni choperda maydaladim. Sosiskalarni shpashkalarga joyladim. Chetiga esa yupqa pishloqdan shu ko'rinishda o'radim. Yaxshilab yopishtirib, hammasini tayyorlab bo'lgach, so'ngra tayyorlab olingan klyarga va maydalangan xrustikka botirdim. O'rta olovda qizib turgan yog'da hammasini qizartirib qovurib oldim. Ko'rindiqlarimiz masilkaning mazali souslari bilan yanada zo'r bo'ladi. Agar o'xshagan bo'lsa, bir dona like.